Illa Topuria Justin Gage'ni 10 jangda 9tasida yutadi. Lekin bugun biz aynan o'sha bitta yagona imkoniyat haqida gaplashamiz. Gage'da Topurianing butun uslubini yo'q qilib tashlashga qodir bo'lgan bitta aniq qurol bor va buni qanday ishlashini tushunganingizda bitta narsa anglab yetasiz. Buni aytaman, qani ketdik. BRICS hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top wicketlar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshatm deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Justin yengil vaznda Ilya uchun eng xavfli raqibdir. Charles Oliveiradan ham xavfliroq. Ilya haqiqatdan ham noyob jangchi. U yarim yengil vaznga kirib keldi va ikkinchi raundda Aleksandr Volkanovskini chuqur nokautga uchratdi. Keyin esa hammaga daxlsizdek tuyulgan Max Hollowayni ham uxlatib qoldirdi. Uni taymingi, distansiyasi, his qilishi va boksi ehtimol butun UFC'dagi eng zo'ridir. Ko'plab muxlislar Ilya uchun eng katta stilistik dahshat bu Arman Sarukan bo'ladi deb ishonishadi. Albatta, bu narsa mantiqli tuyuladi. Zarba beruvchini parterga sudrab tushish va u yerda ushlab turish. Lekin men bunga ishonmayman. Odamlar shuni unutmoqdaki, o'z karyerasini boshida Topuria ajoyib grappler bo'lgan. Uni takedownlardan himoyasi shunchaki yuqori darajada, jiu-jitsu esa parterda jon saqlab, tezda stoykaga qaytish imkonini beradi. Jang oyoqqa turishi bilan esa bu endi bir tomonlama o'yinga aylanadi. Chunki Ilyani boksi Armanning zarba texnikasiga qaraganda butunlay boshqa, yuqori darajada. Topuria o'z finishini bemalol topa oladi. Unda nima uchun aynan Gage? Asosiy xavf uning low kicklarida yashiringan. Nima qilibdi? Oyoqqa zarbada deb ko'zni qisishga hojat yo'q. Siz Justin ularni qanday urishini tushunsangiz kerak. Butun tana vaznini zarbaga joylaydi va maqsadli ravishda raqibining oldingi oyog'ini majag'lab tashlaydi. Qolaversa zarba berish uchun unga distansiya kerak emas, yo'q. Ko'pchilik jangchilar kicklardan qochish uchun masofani qisqartiradi. Biroq Gage o'z zarbalarni to'g'ridan-to'g'ri qisqa masofada ham urib turaveradi. Tony Ferguson bilan jangni eslang. 3-raundga borib to'ni zo'r uradigan holga kelib qolgandi. Ajoyib footworkga ega zo'r striker Rafael Fizivni eslang. Ilk raundlardagi low kicklar uni harakatlanishini jangning oxirigacha poydevoridan buzib tashlagandi. Endi o'ylab ko'ring, Topuriani nima shunchalik xavfli qiladi? Gap faqat kuchda emas. Bu uni harakati, footworking va zarba distansiyasiga kirishdan oldin yaratadigan burchaklaridir. Uni butun o'yini harakatchanlikka qurilgan. Agar birinchi ikkita raundda uni oldingi oyog'i majag'lanib tashlansa nima bo'ladi? Ila sekinlashadi, uni kirishlari oldindan o'qiladigan bo'lib qoladi. Burchaklar yo'qoladi va u zarba o'tkazib yuborishni boshlaydi. Gage uni boksda uchun kurashda yengish shart emas. U shunchaki dvigatelni sindirish kerak. Lekin butun voqeada bitta g'alati detal bor. Ilyani sindirish mumkin bo'lgan o'sha ideal Gage'ni o'zi bugun ehtimol yo'qdir. Trevor Whitman qo'l ostida Justin o'z uslubini butunlay o'zgartirdi. U ancha sabrli, intizomli va diqqatni boksga qaratadigan bo'ldi. Shunchaki oldinga borib oyoqlarini chopadigan eski Gage o'rnini hisob-kitobli jangchi egalladi va aynan mana shunda juda katta muammo yashiringan. Boks tushadigan Gage divizionning eng yaxshi bokschisi bilan qo'l jangi otishmasiga kirishsa, uning imkoniyatlari nolga teng. Bu variant uning uchun juda ham yomon tugaydi. Topuria uchun real muammoni faqatgina Justinning eski versiyasi yarata oladi xolos. Xullas, bu jang qanday o'tadi? Men hali ham Ilya yutadi deb hisoblayman do'stlar. U yoshroq, svejiroq, uni boksi zo'r, taymingasi Gage oyoqlariga kritik zarba yetkazishdan oldin uni tutib olish imkonini beradi. 10 jangdan 8 yoki 9 tasida hakam aynan Topuriani qo'lini balandga ko'tarishi aniq deb o'ylayman. Lekin o'sha bitta yagona ehtimol aynan shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Gage birinchi raundning ilk soniyasidan asosiy stavkani low kicklarga qiladi. U raqibning oldingi oyog'ini shafqatsizlarcha pachoqlaydi. Topuria sekinlashadi, nima qilishini oldindan ma'lum bo'lib qoladi. Va divizionning eng xavfli bokschisi tartibligini yaxshi ko'radigan manyakka qarshi yarim tezlikda jang qilishni boshlaydi. Aynan mana shu ssenariyda Ilya oddiy insonga aylanib qoladi. Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Agar bu jang ro'y bersa, bu jangda Gage o'zini low kickli eski uslubiga qaytadimi yoki Whitman uni boks tushishga majbur qiladimi? Va Topuria uni shunchaki yanchib tashlaydimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Buni muhokama qilish juda ham qiziq bo'lardi.